Assalomu alaykum chorvalarning obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Oxirida aytaman kim ishqibozi bo'lganingizni. Mana sizlarga tiniq-tiniqlardan olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Mana bunaqa yelin solib turganlaridan, gibridlardan, cho'karlardan, hammasidan bor. Bu kim deysizmi? Topishmadim, men hozir ko'rasiz. Mana shu Abdusattor akam bo'ladilar. Assalomu alaykum. Trendga 79 25 06. Assalomu alaykum Sattor aka. Yaxshi. 97 kodi bilan. Yaxshimisiz aka? Uzumisiz, tinchmisiz? Yaxshimi? Gullarni olib kelib qo'yibsiz a? Ha. Sattor aka. Keling o'ylanmasdan oldin ham buncha ko'p uchrashuvga chiqmagandirsiz a, Sattor aka? Qarang, qanaqalarni olib kelib qo'yibsiz aka? Qarang mana, voy. Odamni ko'rsa havas keladi-ya, Sattor aka. Shu havas kesinda olib keldik. Havas kesinda olib keldingizmi? Hammani qo'rasa shunaqasi bo'lsin dedingizmi? Mingtalab bo'lsin. Mingtalab bo'lsinmi? Emas. Ha. Mingtalab bo'lsin. Mingtalab bo'lsin, ha, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyat yarimdali. Anaqalar hammasi boy bo'lib yursin. Boy bo'lib yursin, chorvachilar. Niyat qilganlar bir dona like bosib qo'yinglar. Sattor akamga o'xshab kulib sizlar ham kutib olinglar shu buzoqlarni. Sattor akam ham kulib sizlarga sotsinlar. Mana g'o'nadirlarning sifatlari mana, sifatlari. Kenayimdan qo'rqakanlar Sattor akamizdan. Mana kenayimdan uylanmasdan oldin nechta uchrashuvga chiqmagansiz dedim, kulib oldilar mana. Mana gullaridan olib kelib qo'ydik, gullaridan xudo xolasa. Xo'p, Abdusattor aka. 97 kodi bilan 715 7006. 709. O'zimni nomerimni aytib yuboraman. 709 2506 97 kodi bilan a. Bugungi sanamiz 18-avgust hafta kuniga xudo xolasa seshanba o'rtoqlar. Aytib o'tirgan narxlar, dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beradilar. Xudo xolasa 1 million, 1,5 million zaklat tashlab berasizlar. Keyin qolganini uydan yetib borgandan keyin yedirib ichirib, ko'rib, tekshirib, keyin pul sanab berishadi. Ana o'rtoqlar, sizlarga nima kerak yana? Bundan ortiq nima kerak yana? Ey, yangam kiyimlarni qo'yib yubar. Aytinglar mana nima kerak sizlarga yana? Uyga borgandan keyin ko'rib, tekshirib, bilib, hammasini ko'rib, o'zi ko'rinib turibdi hamma. Ha, ko'rinib turibdi, to'g'ri aytyapsiz. Yemasa, ichmasa xudo xolasa bunaqa bo'lmaydi. Mana jonivorlar. Xo'p, Sattor aka soniga 7 bosh ekan aka. 7 bosh. 3 bosh, 5 bosh, 7 bosh ekan. Jupiga aytamiz. Jupiga aytib, dona aytaylik. O'zi kichikligiga qarab o'tirma u. Yo'q, o'zi aka ro'zg'or boblarini olib kelib qo'yibsiz. Endi jupiga desangiz, kimni jupiga puli bor, kimdadir yo'q. Farqi yo'q. Bitta oladimi, ikkita oladimi? Jupiga degandan keyin o'zi nima bo'lib averishadi. Bu ham to'g'ri. Mana Sattor akamdagi ko'yni ochib odam yo'q-da mana. Bunimiz nech pul akajon? Ikkalovi necha oylik, nima qanaqa? 20 milliondan kami bor. 20 million so'mdan dastavkasi qilib beramiz, xudo xolasa kami bor. Dastavkasi Samarqanddan Vodiygacha 20 milliondan kami bor degani shunaqa. U yog'iga bo'lsa 20 milliondan kami yo'q. Endi dastavka uzoq yaqinligiga qarab kelishaveramiz. Xudo xolasa. Mana qaranglar o'rtoqlar, mana. Sattor akam aytadilar. Soskalarni olib qo'ygan. Nimani? Soskalarni. Gilarni molda ana soskasi. Ana jonivor. Sigir bo'lsa osti sotiradi-da molni. Shunaqa. Kichkina bo'lsa ham osti sotiradi. Sattor akam biladilar. Sattor akam buzoqni oyog'i chiqdimi? Urg'och erkakligini aytmaydigan odam bo'ladilar. Ajoyib maxti bo'ldi. Bunisi nech pul Sattor aka? Bu ham 20 mi shunda? 20 million. Xo'p, bo'g'ozmas, qochmagan-a bu? Yo'q, qochmagan. Xo'p, bunimizchi 0.30imiz. 21dan 2 kilo. 21dan 2 kilo. 0.30 bilan 17.44 ekan-a? Endi men bu 2 oylik qochgandi-da, lekin podvapros. Men qo'l so'zdan boshqa qilmadim. Qoramiz-a? Qisirga beraman, lekin endi qochgan bo'lsa aniq. Qorin savod Sattor aka to'nlaridan, lekin yomon emas, xudo xolasa. Shuncha aytolmanda. Ha. Bo'ldi, 21 milliondan aka bular. Osti sottiradi deylar-ku, mana osti. Mana jonivor, mana. Bular sigir bo'lganda aytadi. Xudo xolasa. Mana. Bunimiz nech bu chiroyli gibridimiz. Sattor aka 2 kilo bir joyda boylab qo'yibsiz buni. 23 milliondan. Potizuralar reklama qilgandek. Yelin solib qo'yibdi jonivor, qochmaganmi bu? Yo'q, qochmagan. Aniq. Nech puldan dedingiz? 23 milliondan. 23 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor gibrid bilan. Badallari mana yaltillab turibdi, boshqa. Ha, yedi ishtilarini ko'rib, tekshirib, hammasini xudo xolasa bilib, keyin xudo xolasa pul sanab berasizlar. Zaklat deganimiz endi bu zaklat deganda o'rtoqlar o'zingizlar tushunasizlar, har tomonlama zaklat bor narsa. Shariy tomonlama ham, ko'cha tomonlama ham, har tomonlama bor narsa. Zaklatsiz ish qilinmaydi, uni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. 97 kodi bilan 709 2506. Sattor akam 24 ga 7 xizmatdalar. Faqat ayollarga telefon qildirmanglar. Sattor akam gaplasha olmaydi ko'p ayollar bilan. Bunimiz nech pul Sattor aka? Bunimiz 6 oydan o'tgan.
qo'lga kelib turibdi mana. Kelib turibdi. Ha, kelib turibdi. Hey, unaqa qilma. Lekin men 5,5 oylik deb beraman. Buni, ha? Ha, hop. Nega desa, nega desa, insonlar borda, ya'ni bir kuni o'tsa ham nima qiladi? Ha, Kerak bo'lsa padazini 30 ta sut dedimmi, 29,5 ta bersa ham, hali deb telefon qilganlar borda, yarim litr kam beryapti. Ha, bo'ldi, sizni tushundim Shuncha okajon. Hop. o'sha etganidan sal oldinroq tug'sin. Sizni yuzingiz yorug' bo'lsin. Bo'ldi. Nech pul aka bu? Buni 23,5 so'rayman. 23,5 million so'm. O'rtoqlar, o'ylab ko'ringlar. Qochma o'najini ham misol uchun xullas gapni qisqasi o'rtoqlar. So'skalarni ham. Ha, u ro'zg'orbob sigir bo'ladigan joyi. Hozir mana 5 kun bo'lganmi, 5 kunmi, 6 kun bo'ldi kelganim. Hop. Mana yaltillab qoldi janob. Xudo xolasa. Endi o'rtoqlar 23 million so'mlik olgan taqdiringizda ham bitta buqacha tug'ib bersa, buqachani o'zi $1000 bo'lyapti-da. 10 million hisoblaysiz. 10 million bo'lsa 13 millionga qoldi. 13 millionga sigiringiz qolib turibdi, xudo xolasa. Ha, bu yoqda ham bor. Mana o'rtoqlar, mana. Hozir Sattor aka, mana gibridlarimiz yana boshidan mana. Mana xudo xolasa, hammasini atmetka qilasizlar 709 25 06 97 kodi bilan. Mana siz Sattor tog'a deysizlar, bo'l. Sattor tog'a desanglar, Sattor akam kaltlari tog'a bo'ladi. Erib ketadilar. U yog'ini xudo xolasa kelishtirib beradilar, mana. U yoqda nima bor Sattor tog'a? Ha, bitta buqacham bilan bitta qo'najim bor. Xo'p, mana. Xudo xolasa bu yoqqa o'tdik mana. Qaysi biri Sattor tog'a bu yoqda? Ikkalovimi? Ha, buqachani 20 so'rayman. 20 buqachaga, urg'ochigacha tog'a. 14,5 so'rayman. 14,5 million so'm urg'ochi. Mana zumrad va qimmatni ko'rgansizlar, to'g'rimi? Bu-chi anu zumradda, ozgina parvarish bermay. Qimmat xonatda yotdilar, yonboshlar bu qancha edi. Mana bu zumrad bo'ladi mana zumrad. Mana jonivorlar. Jupiga nechta pul Sattor tog'a shunda? Jupiga 34,5. 34,5 million so'm. Dastlabkasini Xudo xolasa qilib beradilar uylargacha. Mana Samarqand bilan vodiygacha dastlabki bor. Xudo xolasa mana. Tani joni sog', yemasa, ichmasa, Sattor aka ham shuni riskovat qilib, misol uchun pul tikib, palon million tikib boshqa qilib olib kelib yurgan joylari yo'q. Yedisini ko'rib olganlar. Siz o'ylagan narsani Sattor aka ham oldin o'ylaganlar. Tanjoni sog'ligi. Tanjoni sog'. Xudo xolasa muammo yo'q yeb ichishdan. Ko'rib, tekshirib, yana qaytarib o'tamiz. 1 million so'm zakratiylar yetadi. Uyga borgandan keyin shundoq yarim qop kesilosi yoki bir chelik kepen solasiz, tekshirasiz. Keyin qolgan pulni sanab beraverasiz shopirni. Muammo yo'q. 97 kodi bilan 709 25 06. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bir dona like bosib, qo'ng'iroq tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Shunaqa videolar birinchidan sizlarga yetib boradi. Sattor akam bilan Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha Like bosavringlar. sog' bo'linglar.